Hisense brendidan juda ajoyib xolodilnik. Buni tablosini bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Xolodilnik ham tablodan mana bu sensori bo'ladi. Agar siz xolodilnigingizga ichiga mahsulot nima soldingiz, hammasini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Buni telefonga ulanadi. Telefonga ulaganingizdan keyin mana retsept od chef povara. Bu sizga qanaqa ovqat tayyorlash, qanaqa retsept, necha grammdan hammasigacha chiqarib beradi. Mana ko'rdingiz-a? Sizda buni o'zini nimasi bo'ladi mana rasmi, xohlagan rasmingizni mana shu tabloni o'ziga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Kichik rasm, yosh bola farqi yo'q, xohlaganingizni. Mana bossangiz tabloni, masalan, xolodilnikdagi gradisi, morozilnikdagi gradisi, mana bu fresh, mana bu ho'l mevalar uchun отдельно zonani gradisi ham bor bunda. Mana bu morozilnikda отдельно gradisi, plus mana bu xolodilnikda gradisi bo'ladi. Ko'rdingiz, bu hali hech qanaqa xolodilnikda yo'q bunaqa graduslik xolodilnik. Bu sizga 3 xil temperatura, 3 xil gradus beradi xolodilnikdan. O'zidan bu muz chiqarib beradi. Muz, sovuq suv, mana sovuq suv, muzni maydalab berishi, muzni kubcha qilib berishi. Hammasini o'sha tablodan boshqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu tablodan, xohlasangiz mana bu tablodan boshqarsangiz bo'ladi. Uyda Wi-Fi bo'lsa, Wi-Fi ulab qo'yiladi. Mana boshqarilishi.